Unda savoqdash bugun biz darsimizni davomlashtiraylik. Bugun sizlarga oldi bilan so'zlayotganim perfectionism, ha. Perfectionism degan gap esa, perfectionism degan mukammalshunoslik. Endi bu gap anglamak bir xil yaxshi anlamda mukammalshunos. Men mukammalshunos. Bu nurg'a odam deb tushungansa, bu hammishni mukammal qildiga o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Amaliyotda bu mukammalshunoslik degan odamga intan ziyonliq bo'lgan bir xil xarakter yoki hodisa. Chunki bu yerdagi mukammalshunoslik deganimiz hammishni mukammal qiladi deganlik emas. Balki mukammal vaqtni, mukammal sharoitni, mukammal natijani bana qilib turib, ba'zi ishlarni qilmaydi. Yo qilgan ishni tutilmaydi. Amaliyot mukammalshunoslik bir xil bana hisoblanadi. Buning ta'biri nima degan vaqtda mag'lub bo'lib ketishdan natdan ziyoda qo'rqib, ma'lum ishni qilmaslik. Mag'lub bo'lib ketishdan natdan ziyoda ansirab, ma'lum ishni qilmaslik. Bu haqiqiy ta'biri. Ama nurg'a odam tushsa buni bana qilish orqali buni yaxshi bir xil space shaklida ishlatib oladi. Karl Dweckning bir tajribasi bor. U o'quvchi bolalarni ikkiga bo'ldi. Ondan keyin daskaga bir savol berdi va bolalarga ishlatkizdi. Bu hamda oddiy bir savol. Buni bolalar ham ishlab bo'ldi. Ishlab bo'lgandan keyin ma bir turkum bolalarni. Bolalarim sizlar nayt aqlli ekansiz deb maqtab qo'ydi. Ma turkum bolalarni cho desa, sizlar bek tirishchan ekansiz deb maqtadi. Ondan keyin bu savolni o'chirib o'tib, daskaga ikki savol berdi. A va B'dan iborat, Bolalar mani ishlanglar. Bunun ichida A sal ma savolni ishlasanglar o'ngayroq, ma sal tas qaysini ishlagan bo'lsa shuni ishlanglar dedi. Natijada aqlli degan bolalarning 90% o'ngayni ishladi. Tirishchan ekansiz deganlarning 90% B'ni ishladi. Buni o'chirib etdi. Ana yana bir savol berdi. Va bularga bolalarim bu savol sal tas. Qiyin. İşlagan olsa ishlanglar, ishlagan olmas mayli dedi. Natijada aqlli degan bolalarning 90% ishlamay turib oldi. Ammo tirishchan deganlarning 90% ishladi. Unda o'zi nimishqa aqlli deb maqtagan bolalarning 90% buni ishlamaydi? Chunki ular buni ishlab, agar navbat ishlamay qolsa, muallimining aqlli degan maqtishdan mahrum qilishdan ansiraydi. Ya'ni ishlamay qilib, dot degan tuyg'uga kelib qilishdan ansiraydi. Shunga buni ishlamay turish orqali masalani hal qilmoqchi bo'ldi. Ammo tirishchan degan bolalar bo'lsa, ular ishlamasa, ular tirishchanlik degan bir xil maqtash yana saqlanib qoldi. Shunga odatda ota-onalarning bolalarni aqlli deb maqtashi 1 yoshdan 4 yoshgacha to'g'ridek tug'an bilan 4 yoshdan keyin bo'lsa, bolalarni bir xil jurasiz qilib qo'ydi. Chunki bolalar harakatdan bir ishni qilib, mag'lub bo'lib ketib qolsa, ularning ota-onasi tarafidan aqlli degan sifatdan mahrum qilishdan ansiraydigan bir xil holat shakl. Endi bu cho'ng bo'lganda cho'tsa, cho'ng bo'lganda nurg'a bolalar shundaqa. Ular faqat ma'lum ishni qilishga urinmaydi. Nima ish qilsa, uningda mag'lub bo'lib ketib, boshqalarning nazardan tushib ketishdan ansiraydi. Bu xuddi men buni leksiyadan bir deb o'tib ketgan. Bir bola uydagi bir kristal qochini apsi yordamlashmayadimi yo'tkab qo'ymoqchi bo'lganda cheqib yetib qoldi. Cheqib o'tganda apsi tilladi. Unda ikkinchi qatim bu bola kristal qochini ko'rganda yotganda natayn. Chunki u yan elib ayiblanib ketishdan ansiraydi. Shu u chandomayla bu kristal qochini ko'rmasilib oldi. Qaramoqqa bu rostli kristal qochini chaqmadi. Ammo u chaqmagan bilan u ham olmadi yoki elishga urinmadi. Unda jamiyatda hech qilmaylar yoki bu kristal qochini olmay chaqmaydigan bola bizga kerakmi yoki elishga jur'at qildigan, chaqiydigan, elish jur'at qildigan, chaqiydigan, elish jur'at qildigan, chaqiydigan bolalar kerak. Amaliyotda perfeksionizmning bizga olib kelayotgan zini g'oya so'raldi. Shu mundosh aytganda mukammalshunoslar eng mukammalsizlar hisoblanadi. Demak bizning hayotimizda ko'pincha narsalar paydin-pay bo'ldi. Biroq hamma narsani mukammal holatda qiyilib olmaydi. Masalan, bolalarni deylik, bolalar odatda o'ynash jarayonida yiqilib tushishnimi u yanning bir qismi deb o'ylaydi. Ammo cho'nglar deganda cho'nglar o'zining boshqa tarafdan kuzatilayotganini ko'rgandan boshlab yiqilishni bir xil numus deb o'ylaydi.
Mesela qaya qavaqlarda ba'zi bolalar yiqilib tushsa kulib ketadi. Shunda xo'sh bo'lib ketadi. Ammo qaya qavaqlarda cho'nglar yiqilib tushsa, nomus qildi, xijil bo'ldi. Chunki ular bu yiqilishni bir xil nomus deb his qildilar. Amaliyotda yiqilish, qo'pash bu inson hayotining bir qismi hisoblanadi. Yiqilmagan odamda qo'pashning ta'minini tetolmaydigan ahvollar bo'ldi. Yana bir qism odamlar o'ziga tunish odamlarning yoki do'stlarning yoki tuqqanlarning oldida shunday yaxshi so'zlaydi, ammo notnush odamlarning oldiga kelgan vaqtda ham so'zlayolmaydi. Ularning kallasi nima deb o'ylaydi bo'lsa, agar men shuni so'zlayolmay qolsam yoki xato so'zlab qo'ysam, kishilarning kulgisi qolaman deydi. Ammo kichiklar unday emas. Ular qalbidagi gaplarni hamma deydi. Hatto ular xato so'zlab qo'ysimi, bir xil qiziqarlik chiqadi. Ammo biz cho'sa xato so'zlab qo'yishdan ziyoda ansirib so'zlamaslikni tanlab olamiz. Buni biz xijilchanlik deb tasvirlaymiz. Ammo bu xijilchanlik emas. Bu dal nima desa, dal mag'lub bo'lib ketishdan yoki zanglik qilishdan etdan ziyoda ansirab jim turaverishdan deydi. Buning yana o'quvchilar orasida yoki yoshlar orasida intayin cho'ng bir holatni keltirib chiqadi. Ya'ni ishlarni oqib so'zash. Ishlarni kishilar nima oqib so'zaydi? Birinchisi procrastination deymiz, oqib tortishni. Bu üç turga bo'lindi. Birinchisi boshlamay turaverish, hammani aytib qo'yish. Nimishqa boshlamay turib oladi? Amaliyotda bular doim qanday bahona topadi desa, bir hayajonlangan vaqtimda yoki bo'lmasa ma'lum narsalar tayyor bo'lganda yoki sharoitim bitgan vaqtda yoki to'g'ri vaqt kelganda ondan boshlayman deydi. Amaliyot ularni o'ylayotgan to'g'ri vaqt kelmaydi. Amaliyot bularning ko'pincha nima desa, mukammal shaxsni bahona qilish orqali qilish tegishli ishni oqib tortish, boshlashni oqib tortish. Masalan, sinflarda bolalarni uxlab qolganini ko'rsalar. Ders boshlandi, uxlab qoldi. Ba'zilar kitobni ochdi, uxlab qoldi. Amaliyot badanning inkosimi bular bahona tepirdi. Chunki bir odam ders vaqtida ders anglab tushunmadim degan qaraganda uxlab qoptiman degan yaxshiroq angladi. Shu odamning badanini ular masib, ularni uxtib qo'ydi. Buni nurg'un odam minimishqa ders boshlansizlar, o'qim kelgandi deydi. Amaliyotda darsni tushunayotgan bola uchun hargiz o'qis kelmaydi. Ammo tushunmagan bolalar uchun yoki darsal oqib qolgan bo'lsa, yoki kitobni ko'rib bilinmay qilishdan ansirab, ularni o'qisi ularga moslashtirgan ba'zi ahvollar bor. Yana birisi, yana bir xil oqib tortish qanday deganda, bu bir xil qarasa oqib tortmayotgandek, amaliyotda oqib tortayotgan aql so'zlayotgan bir hodisa bor. Ya'ni odam turmushida muhim ishdan qochib, ya'ni muhim bir ishlar bo'ladi. Uni mag'lub bo'lib ketishdan qochib yoki uni qilolmaslikdan qochib, qasddan boshqa muhim bo'lmagan ishlar bilan oldirash yurib, o ishga vaqt chiqarmaydi. Men buni aktiv o'rinliq deyman. Ya'ni muhim ishdan qochib, muhim bo'lmagan ishlar bilan oldirash bo'lishni aktiv o'rinliq deyman. Qarasa oldirash. Ammo turmushda hech qanday ilgirlash olmagan. Amaliyotda bular nima ish oldirash bo'lib oldi desa, turmushdagi dal eng muhim, eng qiyin ishni qechib oldirash bo'lib oldi. Ularning turmushdagi eng qiyin, eng muhim ishdan ular mag'lub bo'lib ketib qolishdan, ikkinchi qatim ashundan qilolmay qilishdan ziyoda ansirib, ijodchanlik usuli bilan boshqa ishlarga vaqtini sarf qilish orqali aktiv o'rinliq qiladi. Uchinchisi Üçüncü xil ahval, ba'zilar boshlaydi ishni, mayli vazifa bo'lsin, yoki o'rganish bo'lsin, kitob o'qish bo'lsin, yoki kitob yozish bo'lsin, boshlaydi. Ammo oz qolganda-chi desa, har xil bahonalar orqali buni tugatmay turib oldi, oqib so'zlaydi. Mening bir do'stim bor, Abdushukur deydigan. Bu bola 5 yildan oldin bir kitob yozyapti. 5 yil bo'ldi-da, grammatika, ingliz tili grammatika kitob yozyapti. Mush qachonda ko'rsam so'rab qo'yman, kitobchi bo'lsam yozyapman, tayyorlik qilyapman, yozyapman. 5 yil bo'ldi. Amaliyot o'tganda uyga chiqsam 5 yildan oldidagi holat yana hozirm shu holat ekanda. Endi haqiqatan da nihoyat asli yozyapti bu, ha. Shunday inchki yozyapti. Ammo u asli kitobni 2 yildan oldida chiqarib yuborlaydi. 2 yildan oldiki altdan hozir qoldi o'xshaydi. Ammo bu nimda ansiraydi desa, mush kitobni nashr qilganda ekan boshqalarning yoqtirmay qilishdan ansiraydi. Shu bu angsiz oldi bu xil mukammalshunoslikni bahona qilib, bu kitobni chiqarishdan
aqlsiz atıdır. Əməliyyatda dünya dağlıq yazıçılarının köpüncəsinin dəstəblik əsərlərini görsənglər, şunda külkülük. Yakimiz bizning rayonimizdagi dağlıq naqshlarning mı dəstəbdə etqan naqshlarını görsənglər, shunchalik to'yin seviye. Hatta meningmi dastlabda dars o'tgan vaqtlarim yoki dastlabda so'zlagan narsalarni anglasa shunchalik kulkilik. Ammo bu narsalar tekrorlanish jarayoni shu degan vaqtda oningdagi mukammallish. Agar mukammallashganda boshlamaymiz, boshlanganda ondan mukammallikka qarab taraqqiy qiladi. Shu bu xil xatolik sodir qilishdan yoki boshqalarning yaxshi ko'rmay qilishdan yoki boshqalarning zongli qilishdan haddan ziyoda ansirash orqali ba'zilarni boshlamaslik yoki aql so'zlash mana bu mukammalshunoslik. Nurg'un yoshlar bor, to'yni aql so'zlaydi. Ular doim muvaffaq odam chiqmadi deb o'ylab turadi. Amaliyotda bu bir bahona hisoblandi. Ular to'y qilishdan ansiraydi. Ular kelgusiga nurg'unlagan, yuz beradigan yoki bermaydigan nurg'un ansirashlardan ansirab aql so'zlaydi. Bular qancha aql so'zgan sira ular texim qiyilishdi. Biz buni keyingi muhabbet psixikasi so'zlaymiz. Albert Hubbard nima degan desa, insonning sodir qilgan eng cho'ng xatolik sodir qilishdan ansirash degan. Insonning eng cho'ng xatolik sodir qilishdan ansirash degan. Yoki xatolik sodir qilolmaslik degan. Demek bu bizga nimani deb beryapti desa, amaliyotda yiqilish yoki xatolik sodir qilish bir insonning o'xshamagan hayot bosqichidagi kamdan kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi. Agar biz xatoliklarimizni yoki mag'lubiyatimizni azaysak, bizning muvaffaqiyatimiz tabiiy azaydi. JP Morgan muvaffaqiyatingni birasi oshirman desang, mag'lubiyating ikkisi oshur degan. Mushu yoshlar ko'p biladi, mushu basketbol mayri Michael Jordanning yaqinda ishlagan bir hujjatlik bir filmi bor. Buningda mundaq bir gap bor. Men deydi, men hayotimda deydi, mushu basketbol o'ynash hayotimda 9000 qatim to'pni garg'i tushiramadim deydi. 9000 qatim etib tushiramadim. 300 qatimliq uyanda futtirib etdim deydi. 26 qatim eng oxirgi muhim to'pni butun komanda a'zolarim men ishini berganda tushiramadim deydi. Yani hal qilg'ish musobaqasida 26 qatim. Men mag'lub bo'ldim, qayta mag'lub bo'ldim. Shu muvaffaqiyat qozondim deydi. Demak, Michael Jordanning bu gapi bizga nimani deb beryapti? Demek Michael Jordanning bu gapi bizga nimani deb beryapti desa, uning garga atgan top sonining tushmagan qatim sonining ko'pligi tufayli, futtirib etgan maydon sonining ko'pligi tufayli u ondan g'alaba qila oldi. Shunga men nurg'un yoshlarni nimaga da'vat qilmansam, mag'lub bo'lishga, yiqilib peqishga da'vat qilaman. Bizning yoshlarimizning ko'pinchisi yiqilib boqmaganlik uchun, mag'lub bo'lib boqmaganlik uchun ularning nazarida yiqilish va mag'lub bo'lish intan qo'rqinchli ko'rindi. Odam bu xil narsani o'ylagan sir qo'rqaydi. O'tganda nima ko'rib qoldimmi? Shanxayda bungee jumping deydigan bir xil o'yin bor. Bu o'yin qanday desa, egizlik. Yerdan ama shu putni chigib, shu pastga sakraydigan gap. Bek egiz u. 20 qavat tek egizlikda. Endi garchi tani shundaq bir xil mustahkam bo'lsin, boshqalarning sakrayotganini ko'rsammi, ammo men sakrash intayin ansirdim, qo'rqdim. Men tug'an sir ansirdim. Sakraymi, sakramaymi dedim. Tuyuqsizlik oqimdan asha ishlaydigan bir xizmatchi ishtib etdi. Bu ishtib etganda asha tushyapman. Men endi bir hayotimda cho'qim mush mening eng oxir kunim deb o'ylayman. Ammo tani tushdi, meni yana qayta tatib chiqdi. Ondan buni unchalar qo'rqinchli emasligini bildim. Ondan ikkinchi qatim o'zim sakrab boqdim. Uchinchi qatim huzurlandim. To'rtinchi qatim tushguncha butun yerlarni kuzatdim. Beshinchi qatim vaqirdim, o'yindim degandek. Demak, birinchi qatim menga haddan ziyoda qo'rqinchli tuyulib ketib qolgan bu narsa bağan sır tekrar sakrash jarayonida men uchun bir xil huzurga aylandi. Shu nurg'un korxonchilarga, yoki nurg'un odamlarga nisbatan mag'lubiyat bir huzur hisoblandi.
Endi siz ma'lum ishda qo'rqishni yengaman deyishingiz, ya'ni o'ylab turib yengaman deyishingiz mumkin emas. Amerikada bir qatim bir bino o't ketdi. O't ketgandan keyin bir ayol o'tning ichida qoldi. O't o'chirish xodimlari bu ayolni qutuldirib chiqarmoqchi bo'ldi. Ammo bu ayol o't hamma qarshi o't bo'lganligi uchun haddan ziyoda qo'rqib ketdi. Va midirlamay turib oldi. Chunki odam beqo'rqa ketganda freeze, ya'ni jim turib olish imkonsiz bo'ldi. Ama bu o't o'chirgich uni deysimi qo'pmidi, buni deysimi qo'pmidi, men beqo'rqab ketib borman dedi. Andan keyin o't o'chirgichi mundaq bir klassik gapni qildi. Qo'rqab turib mening dedi. Qo'rqab turib qiling dedi. O'ylab qo'yinglar, qo'rqmadimi dedi. Qo'rqab turib qiling dedi. Shu mening nurg'un ballar deydiganim, mayli sahna chiqqanda jiddiyleşsin. Ya qo'rqsin, meni ular deydiganim qo'rqab turib qil deyman. Xuddi men og'amchidan qo'rqab turib sakragandek. Qo'rqab turib qilish. Shu Batur degan nima degan gap desa, qo'rqmas degan gap emas. Batur deganimiz qo'rqab turibmi qilishdagi ishni qilib beqish degan gap. Hergiz qo'rqash pasayganda ondan qilaman deyish mumkin emas. Qilgandan keyin qo'rqash pasaydi. Ciddiylishim tükkenini so'zlayman deyish mumkin emas. So'zlagandan keyin jiddiylish tugaydi. Bu mahlalati aksida bo'ladi. Shu baturlik degan nima desa, hergizim qo'rqmaslik emas. Qo'rqab turib davomlashtirish. Shunga sahnalar chiqqanda, nurg'un odamlar so'zlaganda yoki yuzturan intamida jiddiylashib ketgan bo'lsanglar, ansirmanglar. Jiddiylashib turib davomlashtirish haqiqiy baturning ishi. Jiddiylashib davomlashtirish jarayonida nurg'un narsalar o'zligidan tuvallaygan gap. Shunga haddan ziyoda bu xil ansizlik odamni nima holatga boshlaydi? Turg'un holatga boshlaydi. Hech qimmaydigan holatga boshlaydi. Bu xil holat bizning yoshlarimiz intayin jiq. Xatolik sodir qildimi yo'q, mag'lub bo'ldimi yo'q. Ammo biraj g'alaba qildimi? Yanali yo'q. IBM şirketinden bo'lsa, kompüter şirketi. Şunun bir xizmetçisi Thomas Watson. Bunun bir hikayesi var. Bu IBM'de bir xilqa rivoyatga olinib ketgan bir hikoyamda rast bo'lgan voqea. Thomas Watson bir qatimliq strategik mablag' silishda $1 million ziyon tortdi. U chaqda IBM kichik vaqtlar $1 million degan bekchiq bo'ldi. Thomas Watson bu xato sodir qilgandan keyin o'zi aktiv holda shirkat ijoriy mudiriyat boshliqlarga Stepan nomini yozdi. Stepani yozgandan keyin shirkatning boshlig'i nima deydi desa, "Sen meni ahmoq ko'ryapsan. Seni biz tarbiyalash uchun, sana mush saboqni o'rgatish uchun bizning shirkatimiz $1 million ziyon tortdi. Men $1 million mablag' selib sana mush mag'lubiyatni, mush xatolikni sodir qilgan bo'lsam, men seni nima deb qo'g'laychi ekanman. Sen davomli ishlaysan" deydi. Buningdan intayin ta'sirlanib ketgan Thomas Watson davomli ishlaydi. Aytishlar qaragan Thomas Watson eng oxiri IBM'ning CEO'siga aylandi. CEO'ga. Endi men yoshlarni kuzatib baqdim. Yoshlarni kuzatish jarayonida nimani bayqadim degan vaqtda bular meyli sodada bo'lsin, meyli muhabbet nikohda bo'lsin, yoki bilim elishda bo'lsin, haddan ziyoda boshqalarning rad qilib ishini ansiraydik. Ya'ni ular mush rad qilib yetib qolsa qanday qilaman deydi ekan. Rad qilib yetib qolsa buni ko'tarolmaydi ekan. Amaliyotda qanday odam jamiyat puta ishlab tura oladi degan vaqtda dal boshqalarning rad qilib yetishdan ansirmaydi odam. Puta ishlab tura oladi. Demokrat shunday qiladi. Demokrat har kuni ertagan chiqib heykeldan pul tilaydi ekan. Pul ver dedi. Bu heykeldan pul tilsa heykel pul veremdi. Bütün məhəlliklər bunu zanlı qıldı ekan. Bu heykeldan mı pul tilaysan deb. Demokrat ularga heykeldan pul vermeydiganligini bilmə. Şoň pul tilayatman çünki mush orqali men boshqalardan rad qilinishga o'zimni ko'ndiryapman degan. Demek boshqalarning rad qilinishiga o'zimizni qancha ko'ndirsak, boshqalarning bizga yo'q deyishi, boshqalarning bizni rad qilishi, boshqalarning bizga qo'shilmasligiga odatga bir uyanga aylanib ketadi. Ondan keyin bularning ichida nurg'unlarining mingning ichida birisi yoki 100ning ichida birasi balkim bizni qabul qilish mumkin deymiz. Agar siz tunji qatim rad qilinishdan haddan ziyoda ansirab ketsangiz, birisi uning aktiv holda yiqilisha olmaysiz. Ikkinchisi shu bo'lsa, agar rostla rad qilib yetib qolsa, ikkinchi qatim
qayta siz aktiv faoliyatga o'tmaysiz degan. Shunga bumi mening barliq yoshlarga deb qo'ygan gapim. Shunga men sinfda odatda bolalardan savol so'rayman. Bolalar bilmayman degan vaqtlarda men ularga bilmayman deyman. Hozircha bilmayman deyman. Hozircha bilmayman. Hozircha tushunmadim. Hozircha menda yo'q. Chunki bilmayman, qilolmayman deyishning o'zi bu bir xil mag'lubiyat hisoblanadi. Hozircha bilmayman deyishchi desa, men hozircha bilmadim, ammo men hamon qayta bilaman deganni keltirib chiqardi. Men ham bolalarga Thomas Edisonning hikoyasini deb beraman. Thomas Edison lampochkaning qilini ijod qilgan vaqtda 5000 qatim mag'lub bo'ldi. 5000 qatim xato qilni topdi. En ahiri buni ziyorat qiluvchi muxbir Edison efendi siz 5000 qatim mag'lub bo'libsiz. 5000 qatim. Endi bo'ldi qilsangiz bularmi kelsa Edison kulib ketib mag'lub bo'libsiz. Endi men 5000 qatim g'alaba qildim. Chunki men 5000 xato qilni tep chiqdim deydi. Men 5000 xato qilni tep chiqdim, demak men to'g'ri qarab ketib boraman deyotganki. Shunga bizning kunlik turmushimizda mag'lubiyatning o'zi bir nima esa g'alaba hisoblanadi. Mag'lubiyatdan ma'lum bir saboqqa erishadigan odam, yiqilishdan ma'lum bir hikmatga erishadigan odam, yiqilishdan ma'lum bir usulligini oladigan odam hech bo'lmaganda yiqilgandan keyin bir xil yiqilishdan qo'rqmaydigan bo'lishning o'zimi intayin bir cho'ng muvaffaqiyat deb o'ylayman. Men yaqinda bu to'g'riliq bir kitob yozyapman. Kishilarning umidvorlik yetaklaydigan. Shu kitobning bir parcha maqolasini olg'ach keldim. Men shuni yosh bolalarga o'qib beray. Yiqilish mag'lubiyat emas. Yiqilish deganimiz orzusiga vaqtliq yetolmaslik. Mag'lubiyat orzu qilishga jur'at qila olmaslik. Yiqilish o'rningdan turishga boshlangan hamon oxirlashadi. Mag'lubiyat hayotlik tanlashdir. Yiqilish botirlarning ishi. Ular uturishdagi sharafni va utishdagi xushallikni his qila oladi. Faqat yiqilib baqqanlarla muhabbatning nimaligini his qiladi. Albatta mangu yiqilib baqmaganlarmi bor. Chunki ular azaldan turibmi baqmagan. Ular tartuqdan qo'rqadi, haqoratdan qo'rqadi. Ular azaldan ko'zdan ixtiyorsiz to'kilgan yoshning tuzning ta'mida bo'lganligini his qila olmaydi. Ular kuranglagan holda men azaldan utirib baqmadim deyalaydi. Shu sababli ular yana men utib baqdimmi deyolmaydi. Azaldan yiqilib baqmaganlar xayr-xo'sh va men qaytib keldim degandek gaplarni bilmaydi. Azaldan yiqilib baqmagan yo'lbos o'zining bolasiga "Balam, o'rmonliq kirma. U yer qo'rqinchli" deb tushuntirdi. Yiqilish mag'lubiyat emas. Tartuq bo'lsa, botirlarning tiniga berilgan medal xolos. Sening yiqilishlaring hamon bir kuni bolalarga faxrlik holda aytib beradigan hikoyaga aylandi. Mendal hikoyasi bor, mazmuni bor, kishilarni yaxshi ko'raman. Ammo sening voz kechgandan keyingi vaysashlaring, banalaringni anglashga siyandal qurtimi vaqt ajratmaydi. Sen seni yiqitgan tog' cho'qsiga qarab, "Ey tog', bu qetim meni yiqita olgan bilan men yana kelaman. Saqlab tur" deyishni o'rgan. Sevgining sening taqqa yamashmagan pokiz holating emas, har qitim tog'dan yiqilgandan keyingi juljul holatingni, har qitim yiqilgandan keyingi tog' ato qilgan yuzlaringdagi tartuqlaringni suydi. Xuddi Dostoyevskiy aytgandek, o't bo'lib yonmagan odamdan mangu furqirab is chiqadi. Bolasini quchog'idan mangu tushirmaydigan ona yaxshi ona emas. U aqllisining onasi emas. Balasi uchun xos tayyorlagan dada mag'lubiyatchi dada. Men o'z go'shi bilan balasini boqadigan pelikan qushi emas, tumshug'i bilan bolalarni tiqqiyalardan ittirib o'tadigan burkut onalarni yaxshi ko'raman. Chunki ular buning bolalarga qanot ishlatishni o'rgatadigan birdan-bir usul ekanligini biladi. Yiqilish qo'rqinchli emas. Yiqilishdan qo'rqish haqiqiy qo'rqinchli. Qaytalash nomus emas. Qaytilay olmaslik nomus. Faqat yetib olgan odamdala yiqilish bo'lmaydi. Hayotning huzuri yetib bilishda emas,
balki yiqilib qo'pishdi. Yiqilishni o'rgan, yiqilishdan o'rgan. Şuna mening barliq yoshlarga yana bir qatim takrorlab qo'ydig'im, yana bir qatim ta'kidlab qo'ydig'im, yiqilishni o'rgan, yiqilishdan o'rgan.